Yaxshimiz qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Yaxshi to'la. Bu pek chiroyli qizil bakiyam amalda. Kasab. Rahmat. Siz o'zirchim bo'lla. Men juqaq maldiki bolaman. Qana bir ish bormi ya? Va to'yanki malga tushgan, cho'ylab ketay deb qarasam siz pachatgansiz-ku. Xato gap qolib, bir yog'ini cho'glab boqmam. Gerimingiz qana? Shukurim yo'q shu. Gerim qilmasangiz bek chiroyli qiz ekasiz. Men tanishib qolmayman, nima qilib be. Tanishib qolsak bo'lmaydi. Ya qo'noqligim pishib qoldi, bug'doyim o'sadi-da, arliqlari bir mallaqata emas. Ashtama. Biz bir kech telefon qilishman, men numarimni deb beray. Rasman. Yozasizlar? Telefon qilaymi? Erbaba. Aytib ko'rishimda. Ma'qula. Yana bag'aq. Bag'aq degan men to'g'ri barmayman fikrim. Men xotnep bo'ldim. Bu yil to'y qilsa, kelar yili ajrashsa. Nima qilsa xotnilib dem pulni buzab. Çocuğunu kuzu sana emas. Yana to'y o'xshamamda. Ha deymi? Biz pulni yerdan sipamaymiz, maxaq qizg'on bilan. Men bormayman. Xotnep bo'lganman. Ey edem. Opa ishkoldan sifiratgan qaylanglar. Chiroyli, ummoq, egiz bolalar o'g'ab oldim biz ketdikan qaylanglar. Og'izga. Yo'q, mana. Erim bor dedim. Men to'y qilib bo'ldim dedim. Erim bor dedingmi? Ha, yaxshi. Chiroyli xotnasdak bo'lmagan. Sen olib kelma, hammamiz marab yuriydi seni. Ay bir xush olsizlar chiroyli xotna ağallarga. Taxmin chiroyli qilib ketadi toza. Hammamizni ko'zib uch qiribdi. Netsi vujuding ketsin, achimning xotni ketsin, savtaxning xotni ket deb. Amdo, azaz qilib ketsin. Qilib men shundaymi ya erim. O'zingni beri saysan bag'am efendi. Voy shu ma pesl olmuş plan vizimning terisi qopirib ketdi shu. Senigidek buzilib ketgan, yerilib ketgan terliga men gerim bo'ynab qo'ydim sana. İşte. Mana Ramnedar Marksga gerim bo'yinlari ter asrash, yurishlikka, haqiqiy tabiiy o'simlikka yasalgan yeshil mahsulot mava. Mana xam ashyo materiallarini maxsus chetdan import qilgan. Terni eslik keltirish unumi g'azab yaxshi, bexatar, ishonchlik. Bu Şinjanning har qanday yerdan vakolash qabul qilinmas. Aloqalash telefon nomeri 177 26 89 83 05. Endi buningdan sirtdi ha. Beden sopini, chas sopini, xufaso, tira qatish miyimi bor. Telefon qilsanglar bo'ladi. Ma'qul. Rasmi bir italash qilib chiray. Ma'qul. Xo'sh, kep qilishibdi-ku. Chiqdilar. Shu anglasam Müslüm oyda bo'yga yetgan qiz bola bor ekan. Endi bizning bolam cho'ng'ilab qoldi. Mumkin bo'lib qaz bir yer kelib qolsa bir uyni qilib qo'yilma deb. Bu yaxshi bo'libdi. Qizvalchang bo'lsa, yatliq qilmas. To'g'ri. O'g'avalchang bo'lsa, xotnep birimiz emasmi? To'g'ri. Lekin bu mening qizim endi 5 yosh cheganda. Ya unda deb ketmasa kim ko'radiganlar? Biz hali yuzabramiz va bizga ba'zi deyman, kichik turolmaydi. To'g'ri, ansirimizni bo'ldi. Mening qizim ta kichik. Voy kichik emasga, men turgunda ko'rdim, taraqqiy qilib bo'libdi, taraqqiy qildigan yarini hammasi. Voy eshikni oldin supurayotganini ko'ribdi-ki bizning bolam. Aqcham 5 yoshga deb supurmaganda, biz bunda silbek yaratmagidek emas. Sil da'vat qilgan chimazada. Ay, aslında. Ey canım. Chiroyli qiz. Ashuma. Shu. Ey hayvan, mening xotnim ava. Pishkimni yo'q chiysam, surish qilib chiyma, eshakdan ig'il emasmi ava? Vaqtma. Voy xotasam bo'ldi. Idem emas, hayvan quppa. Pek satdi. Sen bilib chiyma, qir xotin, dallal, azazli xotin.